Assalomu alaykum Murod aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Murod aka, hozir bizlar qayerdamiz? Hozir bizlar shu Fixer mahsulotlari ishlab chiqariladigan zavodda. Bu yerda hamma Fixer brendidagi mahsulotlarni hammasi shu yerda ishlab chiqariladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Shpaklyovka, shtukaturka, emulsiyalar, gruntovkalar hammasi shu yerda ishlab chiqariladi. Shu yerda hozir bo'lmasa, hammaga ishlab chiqarish jarayonini bir ko'rsatib o'tsak-a? Marhamat. Ketdik. Bunga nima solinyapti? Bu yerda kvars qumi solinadi. Elevator bilan birdaniga u sexga kiradi zavodga. Ichkariga оборудование solinadi. Bu kafelni kley ishlab chiqarish uchun kerak. Kafelni kley ishlab chiqariladi. Kafelni kley naливной polga solinadigan siryo, mana bu xomashyo. Murod aka, eng ko'p sotiladigan va eng ko'p ishlab chiqariladigan mahsulot qaysi mana shu sexda? Eng ko'p ishlab chiqaradigan mana shu shpaklyovkamiz. Mana bu shtukaturkamiz. Bu yerda gips asosida shpaklyovka ishlab chiqariladi. Bu liniyamizda faqat shpaklyovka ishlab chiqariladi. Bunga shtukaturkani qo'shib bo'lmaydi, chunki keyin shpaklyovka chiqarsa agar ichidan toshcha chiqishi mumkin. Ichidan toshcha chiqishi mumkin. Bu fugenimiz ham shu apparatdan chiqadi.